O'zbekistonda aprel oyidan boshlab Ersak kompaniyasida marketingida ozgina o'zgartirishlar kiritildi va shu haqida sizga ozgina qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kompaniyamizga hamkor bo'lish bepul. Siz Ersak korporatsiyasiga shunchaki pasportda danlilaringiz bilan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi va siz bepulga ro'yxatdan o'tganingiz uchun sizga kompaniyadan 7 ta raqamli ID beriladi va shu kabinetingizga shu IDni terib kirganingizda siz kompaniyani saytida berilgan, ya'ni ichki narxida olib yurish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bu 20% chegirmada bo'ladi. Shuning uchun hammangizni Ersak kompaniyasiga hamkor bo'lishni taklif qilamiz, chunki siz tashqi narxida emas, har doim ichki narxida mahsulot olib yurish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bir ballimiz 221.760 so'm bo'ladi. Va siz hozir mana shu tablitsada men sizga marketingni to'liq tushuntirib beraman. Diqqat bilan kuzatishingizni so'rab qolaman. Marketing boshlaymiz. Bir ballimiz 221.760 so'm va eng kichkina summadagi hamkor bo'lishimiz bu 2 ball hisoblanadi va eng kichkina summa 2 ball va bunga kompaniyadan siz mahsulot olishingiz va bu 443.520 so'm bo'ladi va bitta sovg'a olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 4 balli mahsulot olganingizda esa 887.040 so'm bo'ladi va kompaniyadan siz 3 ta sovg'a olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 6 ball bo'lsa bu 1.330.560 so'm va 4 ta sovg'a. 8 ball bo'ladigan bo'lsa 1.774.080 so'mga 6 ta sovg'a va 10 ballikka 7 ta sovg'a, 20 ballikka 15 ta sovg'a. Men bu nimaga aytmoqchiman? Qancha ko'p balli mahsulot olsangiz, kompaniyadan shuncha ko'p sovg'a olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bundan tashqari bizda 1 va 15 kunlarimizda sovg'alar avtomat ravishda almashadi va 1-15 kunlikda o'rtacha 8-9 surlarda bizda 4 ta aksiya bo'ladi. Siz necha balli olishingizdan qat'iy nazar, mana necha balli olishingizdan qat'iy nazar kompaniyadan 4 tali sovg'ali aksiya ketayotgan uchun bitta sovg'a qo'shib olasiz. Ikkinchi 15 kunlikda, ya'ni 20-slotlarga yaqinda siz kompaniyada 5 tali aksiya bo'ladi. Siz necha ballik mahsulotga sovg'a olishingizdan qat'iy nazar 2 ta sovg'a yana qo'shimcha olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tablitsani bu qismiga qaratadigan bo'lsak, ya'ni yangi hamkor uchun kompaniya ajoyib imkoniyatlar bergan, ya'ni 2 ball va 4 ballga agar yangi hamkor olsa mahsulot, unda sovg'alar o'zgarmaydi, hamma bilan bir xil. Lekin birinchi martasiga 5 ballga mahsulot olsa, bu 1.108.800 bo'ladi. Kompaniyadan 5 ta sovg'a olish imkoniyatiga ega bo'ladi. 6 ballga 6 ta sovg'a, 8 ballga 8 ta sovg'a. Ya'ni yangi hamkor uchun shunaqa zo'r ajoyib imkoniyatlar berib qo'ygan kompaniyamiz va undan tashqari har bitta insonni registratsiyada tug'ilgan kuni belgilanadi va tug'ilgan kunda qaysi aksiya ketishidan qat'iy nazar, necha balli olishdan qat'iy nazar, hech bo'lmaganda 2 balli mahsulot olganda kompaniyadan qo'shimcha tug'ilgan kun uchun maxsus sovg'a olish imkoniyatiga ega bo'ladi va kun davomida sistemasida 4 rasmi gif bo'lib turgan rasmi ko'rinib turadi. Bu esa juda ham ko'p o'sha tug'ilgan kun bo'layotgan insonlarning kayfiyatini ko'tarishga sababchi bo'ladi. Endi esa asosiy qismga o'tamiz, ya'ni daromad va karyeraga o'tamiz. Ya'ni kompaniyada siz 2 balldan to 10 ballgacha mahsulot olishingiz yoki qayta xarid qilishingiz yoki kimgadir taklif qilishingiz mumkin va sizda bunda kompaniyada aktiv hamkor degan sizga lavozim beriladi. Aktiv hamkor bo'lib turganingizda sizga daromadi chiqmay turadi toki siz 10% ga chiqib olguningizcha. 10 balldan oshgandan keyin, ya'ni 10 dan oshib biz 11 deganmiz, siz kompaniyada 10% chegirmaga ega bo'lasiz. Bu nima degani? Siz boshlanishida kompaniyadan hamkor bo'lganingiz uchun ichki narxida olgansiz 20% skitkada, endi esa ichki narxida 10% chegirmada mahsulot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz va siz уже takliflar qiladigan bo'lsangiz 5 balli taklif uchun siz 99.000 so'm, agar siz birdaniga 10 balli taklif qilsangiz 198.000 so'm oylik olish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bu pullar joyida sizni kabinetingizda ko'rinadi. U aktiv bo'lishi bilan toki 30 dan oshsa ballingiz, ya'ni komandaviy ballingiz 30 dan oshsa, kompaniya sizni 15% ga chiqarib qo'yadi. Siz o'sha kompaniyada ichki narxida 15% chegirmada mahsulot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz va shu bir qatorda har bitta 5 balli shaxsiy taklifingizdan 148.500 so'm va 10 balli shaxsiy taklifingizdan 297.000 so'm olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Komandaviy ballingiz 60 dan oshganida kompaniya sizni 21% ga chiqarib qo'yadi. Siz ichki narxida 21% chegirmada mahsulot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz va shu bilan bir qatorda 5 balli taklif uchun 207.900 so'm va 10 balli taklif uchun 415.800 so'm oylik olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va sizni ballingiz
komanda yig'ilib 121 bo'lganda ya 120 dan oshganda siz kompaniya 27% ga chiqarib qo'yadi. Siz o'sha lider yordamchisi degan lavozim bo'ladi va siz o'sha har bitta 5 ballik shaxsiy taklifingizdan 267.300 so'm va 10 ballik shaxsiy taklifingizdan 534.600 so'm olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va siz 200 dan oshgan 201 bo'lganda kompaniya sizni 33% chegirma, ya'ni liderlik darajasiga chiqaradi va har doim lider odam 5 balli shaxsiy taklif qilganda 326.700 so'm va 10 balli shaxsiy taklif qilsa 653.400 so'm bo'ladi. Bu faqat aniq 5 ball uchun va 10 ball uchun hisoblangan narx hisoblanadi. Lekin bu yerda 4 balli taklif qilish mumkin, 6 balli, 8 balli, bunda o'shani orasidagi nisbat bo'yicha narxlar ham o'zgaradi. Eng asosiy narsa bizning kompaniyamizda mana bu karyeramiz kuymaydi. Siz qaysi karyerada bo'lishingizdan qat'iy nazar to'xtab qolgan holatingizda ham, oradan necha oy o'tgan bo'lsa ham, siz kelganingizda masalan 21% keldingiz, to'xtab qoldingiz. Siz kelganingizda 21% chegirmada turaverasiz. Ya'ni shu 21% chegirmada mahsulot olasiz va takliflaringizni mana shunda olasiz. Eng asosiysi, sizni to'xtab qolgan bo'lsangiz ham, istagan paytingizda siz mana shu karyerangizni ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. To ko'tarib olgunizcha mana shu sistemada karyerada bo'lib turaverasiz, keyin qilgan ballaringiz qo'shilib sizni karyerangiz ko'tarilib boraveradi. Va eng zo'r tarafi bizda oxirgi 2 oyni qo'shib beradi. Ya'ni siz qaysi oyda kelgan bo'lsangiz, o'sha oyda masalan 15% ga chiqdingiz, 30 ball qildingiz va 30 ball deylik, 30 ball bilan siz keyingi oyga o'tganingizda 30 ballingiz ko'rinib turadi. Kelasi oyda qilgan ballingizga mana shu undan oldingi oy ko'rinadi va sizni karyeraga chiqishga yordam beradi. Qaysi oyda kelishingizdan qat'iy nazar, oxirgi 2 oy kelgan oyingiz va keyingi oyingiz qo'shilib boradi. Mabodo 2 oyda qila olmasangiz, undan keyingi oy qo'shilganda sizni ikkinchi oyingizda 3-oyingiz qo'shilib boraveradi. Va bizda aktivatsiya bor, ya'ni kompaniya o'zini ishlayotgan hamkorlarni kuzatib boradi. Qayta xaridimiz bor va qayta xarid juda ham zo'r narsa, chunki qayta xarid qilganda ham siz har doim kompaniyadan sovg'alarga ega bo'lasiz. Masalan, 10% hamkor 1 balli narsa qilsa qayta xarid qilingan, ya'ni aktivatsiyaga o'tadi. 15% 2 ball, 21% 3 ball, 27% 4 ball va 33% hamkorimiz 5 ball qilganda qayta xarid aktivatsiyaga o'tadi. Yoki siz mahsulot olmagan bo'lsangiz va lekin takliflar qilgan bo'lsangiz ham bu ham o'taveradi. Ya'ni bizda yoki bunisi emas, ikkalasi ham o'taveradi. Yoki unisi yoki bunisi. Qaranglar. Yangi 10% hamkorni bitta odam taklif qilsa ham aktivatsiyaga kiradi. Chunki bitta odam taklif qilganingiz 2 ballga o'tadi. 15% ham bitta, 21% ikkita hamkor, 27% ikkita hamkor va lider odam 3 ta hamkor. Masalan, lider odam bu oy o'ziga hech narsa olmagan taqdirda ham 3 ta hamkor taklif qilgan bo'lsa, 3 kere 2 6 bo'ladi va uni aktivatsiyasi o'tib ketadi. Eng zo'r tarafi, siz undan ham bundan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Lider bo'lib 5 ta lider chiqarsangiz, kompaniyada bronza lider statusiga ega bo'lasiz. 10 ta shaxsiy lider chiqargan bo'lsangiz, kumush liderga, oltin liderga, 15 ta shaxsiy chiqargan bo'lsangiz va 25 ta shaxsiy taklif qilgan bo'lsangiz, platina liderligiga chiqasiz. Bu sizda qanaqangi imkoniyatlar bor? Shu haqida ozgina qiziqtirib o'tib bermoqchiman. Chunki siz toki liderlar chiqarib yoki har xil hamkorlar qilayotgan bo'lsangiz, ularning turli xil foizlarda bo'lishadi va ulardan tushadigan daromad mana shunaqa tushib turadi. Lekin siz bitta lider chiqargan bo'lsangiz, siz уже bunaqa pul emas, o'sha lideringizni ball periodidan, ya'ni uni tovar ball periodidan birinchi liniyangizdagi, ya'ni shaxsiy taklif qilgan o'sha lideringizni ball periodidan 7% olasiz. Uni tegidagi har bitta uni chiqargan liderlaridan ball periodidan 5% olasiz va ikkinchi liniyangizdagi har bitta lideringizni tagidagi 3-liderlari chiqsa, ya'ni ularning shaxsiylari chiqsa, sizga 3-liniya bo'ladi va siz ulardan 2% daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bronza bo'lganda nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, sizda уже birinchi liniyada oladiganingiz 7 dan 8 ga ko'chdi. Qaranglar, 5% dan 6 ga ko'chdi va 2% dan 3, ya'ni daromadingiz 1% ga oshib boryapti. Bunda ham kumush liderda ham birinchi, ikkinchi liniya o'zgarmaganda, asosiy odam o'zi ko'proq 3-chuqur lider bo'ladi va undan 4% bo'ladi. Oltin liderlikda esa birinchi liniyani o'zi, ya'ni 8 emas 9% ga o'syapti. Bular o'zgarmadi va siz platina lider bo'lganingizda esa birinchi liniyadan ham o'syapti va ikkinchi liniyadan ham foizingiz o'syapti. Hammaga eng katta statuslarga chiqishni taklif qilamiz. Siz
bronza bo'lib turib 2,5 ball qilgan bo'lsangiz, kompaniyadan sizda o'sha direktorsiz ochiladi va kamida 6-7 oy siz ushlab tursangiz, kompaniyadan siz o'sha direktor bo'lasiz. Direktor bo'lgandan keyin siz umumiy gruppovoy ballingizdan, ya'ni gruppovoyda qancha ball bo'lsa, o'shandan 7% oylik olasiz. Agar sizda bir nechta direktor chiqadigan bo'lsa, masalan, direktor chiqardingiz va uni ketidan ham direktor chiqargan bo'lsa, siz o'sha uni tagidagi direktoringizdan 3% olasiz. Uni tagidagi direktordan esa 1% oylik olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qolgan atrif ballaringizdan esa atrif qolgan ballardan 7% olaverasiz va buni hozir sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Siz direktor bo'lib 2,5 ball qiladigan bo'lsangiz, o'rtacha 34,650,000 so'm oylik olasiz. Agar 5,000 ball qilgan bo'lsangiz, bu tergizda direktor chiqmagan holatdagi narxni ko'rsatyapmiz. 5,000 ball qilgan bo'lsangiz 69,300,000 so'm, agar 10,000 ball qilgan bo'lsangiz 138,600,000 so'm va 15,000 ball qilsangiz 207,900,000 so'm olishingiz mumkin bo'ladi. Bu hammani o'zingizni harakat qilgani, tovar oborotiga qarab oyliklarimiz oshib boraveradi.